Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz onaxonlar, aka-ukalar. Xush kelibsizlar. Uy deb sahlanib qo'ygan. Uy. Ilhomjon akani nomi berami? Ilhomjon akani nomi berib. Tanisa bo'ladimi? Kallam ishlab qo'llashmaydi deydi. Kallam ishlab qoldi. Singlim, siz kimsiz men bilan tanishasiz? O'zbek qizi uyatmasmi erkakishga telefon qilib tanishaylik degani? Yana siz bilib qo'ying. Men xotinimni sevaman. Xotinimdan boshqasiga xiyonat qilmayman. Yoshligimdan, talabalik paytimdan xotinimni yaxshi ko'raman. Zarracha fikrim, zarracha ko'nglim o'zgarmagan. Men xotinimni sevaman. Qo'ying telefon deb o'chirib qo'ydi. Endi ayol uyga kelsam ayang deydi. Ayangni og'zini mayga chiqqanini ko'rganman. Mayga chiqqanini ko'rmagan. Voy dadasi xush kelibsiz. Voy yaxshi keldingizlar.